Masshtabi 300 ming masshtabi haqida 300 ming. Hop. avval bir chiroqlar orasidagi masofa 6 santimetrga teng. To'xtab tur. 6 santimetr. Hop. 90 kilometr taqsim soat tezlikda yuruvchi avtomobil A shahar A shtatdan bir uzoqqa qancha vaqtda? Demak, mana A B shahar orasidagi masofani xaritada 1/300 ming masshtabda beryapti, to'g'rimi? Xo'p, masshtab to'g'rimasmi? A taqsim x teng 1 taqsim b. A tasvir o'lcham 6 santimetr taqsim x 1 taqsim qancha? 300 ming. Ko'paytiraman. X teng qancha? 1.800.000 bo'ldi. Bu yerda nima turibdi? Santimetr turibdi. Santimetrdan ham metrga o'tkazish uchun 2 ta, metrdan kilometr o'tkazish uchun 3 ta. Demak, umumiy masofamiz S 18 kilometr. To'g'rimi? Endi bo'ldi, o'zimiz bilgan S teng V ko'paytirilgan T haqida gap ketyapti. 18 kilometr teng 90 ko'paytirilgan T. T'ni topsak 18 taqsim 90. Xo'p, bo'lib olsak 1 taqsim 5 soat. Soatda berilgan bo'lsa shunday, minutda berilgan bo'lsa 60 ga ko'paytiramiz. Qisqarsa 12 minut. Bormi?